Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayız. Leksiyada size hazırız. Washington'dan sözlüğümüz bugünkü islaha 2025 yıl 4. ayının 13. günü vatandaşı. Heptiki yekşembe. Bugünkü leksiyelerimizden sizler yetkizdiğin avvalki vaziyet karakterlik leksiyelerimizden alaylı Prezident Donald Trump yakında Cungo'da işlengen yoki Cungo'dan Amerika bazarlarına yetip keladigan 20 necha mahsulotdan tamojni bejini kechirim qildi. Bunun bilan to'g'ri yana boshqa fikr qilg'uvchilar o'ttirg'i chiqib, hozir Prezident Trump yani yandığı kayniga yoki bu Xitoyga qo'yilgan tamojni bejini kechirim qilishga boshladi dedi. Başka bir xabarda ko'rsatilishicha, yani shunaqa xilma-xil maqolalar xabarlar ichida bu kechirim qilingan tamojni beji kechirim qilingan shirkatlar yoki korxonalarning hammasi Amerikaga mansub. Amerika kapitali yoki Amerika savdogarlari berib Cungo'da ochgan shirkatlar. Bu shirkatlar ishlab chiqargan mahsulotlar setish liniyasi orqali butun dunyoga, hatto Amerikaning o'zini eksport qiladigan mahsulotlar. Hozir Prezident Donald Trump kechirim qilgan tamojni beji ashundan iborat vatandaş. Shuni tushunib qolishinglarni umid qilaman. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyamizdagi yana bir vaziyatimiz takrorlaymiz. Bu ishni davomli so'zlab turamiz. Masalan, 4-oyning 8-kuni to'liq 1945-yili 4-oyning 8-kunida Uyg'urning Milliy ozodlik armiyasi qurilgan kunlarda balki bunga munosabatli ekan, munosabatsiz buningda qat'iy nazar o'zimiz munosabatli ishlasak bo'laverdi vatandaş. Kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi, Avam palatasi, Tashqi munosabatlar komitetining Uyg'ur siyosat qonunini ma'qullaganligi balki ikki partiya, Demokratlar partiyasi, Cumhuriyetchilar partiyasi mansublari Davlat Majlisi Avam palata a'zolari ma'qullaganligi munosabati bilan o'tgan sizlarga xo'sh xabar so'z shaklida bir-birimizga xo'sh xabar yetkazish shaklida so'zlagan edik vatandaş. Bu qonun loyihasida Uyg'ur siyosat qonunlar uyasi tilga ilingan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki parcha qonuni. 1966-yili 12-oyning 16-kuni ma'qullangan ikki parcha qonuni. Bu qonun negizli qonun, asosli qonun, prinsipli qonun. Dunyodagi shunaq mazlum millatlarga, ojizona millatlarga ko'ngil bo'ladigan qonun, vaqti kelganda shundoq qonun shaklida ularning talab qilayotgan huquqlari, siyosiy huquqlari e'tirof qilinadigan qonun. Ash qonunda e'tirof qilingani bo'yicha boshqa odam bir jumla qo'shmaydi, chunki bu xalqaro qonun. Başka adam bir cümle elib etilmeydi, çünkü bu xalqaro qonun. Demek Uyg'urlar, Uyg'ur milleti Uyg'uristonda ham o'z taqdirini o'zi belgilashga huquqli millat. Bu qonunning asosli mazmuni ve bu qonun da'vo qiladigan ve asos bo'lib berilgan mazmun shundan iborat vatandaş. Asli qoida bo'yicha 25 yil, 24 yillik vaqt o'tdi. Cungo Kompartiyasi bu qonunga allaqachon imzo qo'ygan edi. Cungo Kompartiya hukumati imzo qo'ygan edi. Masalan, her ikki parcha qonun, masalan, siyosiy huquq, fuqarolar huquqi, siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining fuqarolar ya jamiyat fuqarolar, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu ikki qonunga 1997-yili masalan 10-oyda shu yili Jiang Zemin Jungo'ning sobiq raisi Washingtonga ziyoratga keldi.
Sabah Prezident Bill Clinton karşı aldı, söhbetleşti. Söhbetten keyin Bill Clinton sabah Prezident'in muvaffaqiyeti bulup, Can zaman qaytıp bağandan keyin vatani Jungoga yar. Şu vaqtda Birleşken Devletler Teşkilatı turuşduq. Jungo'nun, şu vaqtki Jungo'nun yuqori darajalik amaldori yoki vakili Çin Huasun bu iki qonunga imzo qo'ydi. 97-yili 10-oyning oxirida imzo qo'ydi. 98-yili 3-oyda imzo qo'ydi. Arka-arkadan bu iki parça qonunga imzo qo'ydi. Bunun ma'nosi bu qonunni Jungo'da amaliyleştirimiz. Amaliyleştirishning yo'li avval xalq vakillar qurultayi mushu qonun asosida asosiy qonunni o'zgartirish kerak. İntayin zor hizmet vatandaşım bu. Yaman qiyinga to'xtaydigan hizmet vatandaşım. Bunun da asas qonunni, mushu qonunni asosan o'zgartirish kerak degan gap yuqorqi qonunlarda qayd qilinmagan bo'lmasimi, lekin bu muqarrar bosib o'tadigan bir yo'l. Sen imzo qo'ygan ekansan, demak sen xalq vakillar qurultaying, masalan qonun chiqarish organing mushu qonunlar, xalqaro qonunlar asosida Tibet doğrusunda, Uyg'uriston doğrusunda qonun chiqarishing kerak. Şu vaqtida bu ish anda yurishlishidir. Hozirgacha Jungo Kompartiyasi bu yo'lda bir qadam tashlagani yo'q. Yoki xalq vakillar qurultayi dabdabalik yig'in chaqirib, dabdabalik oldi biz bu qonunni qabul qildik. Mushu qonun bo'yicha asosiy qonunni o'zgartimiz deyishi kerak. Texi deymedi. Bu yil 3-oy, 4-oyda shunday qilishi kerak. Buni sababi nima desiniz? Bu yil 3-oy, 4-oyda emas, 3-oyning 5-ida ochilgan Jungoning ishki qurultayi siyosiy kengash, xalq vakillar qurultayi perişan ve gangaraş işçide içildi. Hayran kaldığın tarafımız şu. Sistemi yok. Bir liçanın bergen hizmet dokulatının başka kurultayda sistemi yok. Yığın sistemisi yok. Yığın tertibi yok. Katnaşıkçıların hemisi gangaraş ve perişan oldu. Kurultay şunda içildi vatandaş. Bunun sebebi nime? Bunun sebebini sürüştürsek ihtimal ötken yıl 7. ayının 12. gününden başlap Jungo'nun vaziyetinde özgürlük buldu. Junnankay'ın kurulması özgürlük buldu. Junnankay'da Reis Xi Jinping'in hukuku acizlaşka başladı degen gepler torbeti çıkıvadı da onun bir sebebi ötken yıl 7. ayının 12. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının sabah prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal kılıştı. İlgili sürüş kanunuga imza koydu, resmi kanunuga aylandı. Şu günden başlap Jungo Kompartiyasının, Jungo Kompartiya hükümetinin beşi sakamaz vatandaşım. Bana bir gani töpelep geldi. Bir yıldan ki. Asasen bir yıl yakı vakit işidi. 7. 4. 3 ay burun. 3 ay burun yakılap geldi. Ende Avam Palatası bu kanun layihini makulladı. Komiteti. Tashqi Munosabatlar Komiteti. Endi Prezident Donald Trump yollaydigan bo'lsa, imzo qo'ydigan bo'lsa o'xshash. Tibet masalasi o'xshash, Uyg'uriston masalasi o'xshash. Muomala qilingan, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ikki negizlik qonuni bu ikki millatga tatbiq qilingan bo'ladi. Shuningdek biz Amerika Xalq va Davlat Majlisiga Prezident Donald Trump hükümetiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz vatandaşlar. Endi biz bunu davomli so'zlab turishimiz kerak. E'lon qildi, bo'ldi. Amerika ma'qulladi, bo'ldi deydigan qoida yo'q vatandaş. Bu intayin zo'r ish, yer tavrash xarakterlik. Yer tavrash xarakterlik zo'r ish. Hozir matbuotlar yo'q. Masalan, Amerika ovozi radiosi yo'q. Hozir Erkin Asya'nın Xitoy bilimi yo'q. Ara ishlayotadi. Uyghur bölüm bunu təhlil qılanmaydı. Başqa mətbuatlar yox. Mətbuatlar bolsunmu? Tibetlə tutqan muamildən qarğan şu çağda mən sizlərə sözüldüm o. Bunlar ne? Dənxuaçı ilə acizlaşdırıb bir tərəf qilish. Xəbərinin ciddiligini acizlaşdırıb, suslaşdırıb bir tərəf qilish şəklində xəbər qıldı. Yanımızma buna təsiri
Dünyadan avval bunun təsiri cüngü cəmiyyəti qandaq təsir göstərir? Mətbuatlar şunu oylaşdı. Bugün kişi tekrar şundaq oldu. Hazır mətbuat yoktu. Hazır Amerika vaz toxtab qaldı. Erkin Asya mazı aran işləvatıdır. Bunda əhval asıdır bunu dağda qıldıqanğa mümkünlük yoxdur vətəndaş. Lekin bizdek adamlar bunu dağda qılımızda biz erkin mətbuatın adamları aşağı kanunlarını kanun büyük sözlerimizde şuna bugün yani kayta tekrarlap ben size aldığınız koyduğum vətəndaşım. Endi sizge sözleydiğim bugünkü lekşiliğimiz nime deseniz bunda? Birincisi, Prezident Donald Trump Rusya-Ukrayna söhbəti oңuşluq davamlaşmaqda dep görsətdi mavzulu xəbər. 4-cü ayın 13-cü günü Cüngoğa nəzər tarbiyeti ilan qılındı. Prezidentin özünün sözü, özünün ifadesi mi? Söz mü söz? Sizgi təhlilgi material. Xəbər mündaq başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump 4-cü ayın 12-ci günü mündaq görsətdi. Rusya bilə Ukrayna oturuşu uruş toxtuş söhbəti oңuşluq elib beriləvatıdır. Məlum vaqt yetkendi ya ki sen qobul qılsan, ya ki sen ağzını jumısan. Prezident Donald Trump şənbə günü 4-cü ayın 12-ci günü 1-ci numaralı hava armiyası aeroplanında oturup muxbirlığa mündaq dedi. Mən Rusya ilə Ukrayna oturuşu söhbət oңuşluq elib beriləvatıdır dep hesablayman. Sizler yakındılar cevapka erişisizler. Prezident Donald Trump yanımında görsətti. Bir vakit yetkende siz ya ki kabul kılısınız ya ki ağzınızı jümüsünüz. Konuşuyor. Siz ya ki bu söhbəti ya ki bu gelişimden neticesi kabul kılısınız ya ki ağzınızı jümüsünüz. Kaysarlık bile eğitilatkan gepler vatandaş. Biz şu vakitte nime işlerin yüz bergelliğini görüp alalayımız. Lekin ben hem iş yaxşı bulup getirdi dep oylayman. Amerika Qoşmuş Ştatları O'rta Şərq elçisi Steve Witkoff 11-ci günü yani 4-cü ayın 11-ci günü Rusya'ya göre Prezident Vladimir Putin bilen görüştü. Tinchlik gelişimi Ukrayna-Rusya oturuş imzalaş doğrusu da muhakeme edip bağlı. Bir neçə aydan beri Prezident Donald Trump iki tarafını uruş toxtuşqa haydakçılık kılıp geldi. İsiniz var kaçan dedik 4-cü ayının 20-ci günüzün burun. Anladınız mı? 4-cü ayının 20-ci günüzün burun Ukrayna-Rusya uruş toxtuş gelişimi imzalaysa. Prezident Donald Trump del muşu mavzu, muşu mesele bu işe işki devletke Ukrayna-Rusya'ya haydakçılık kılıp geldi. İki tarafını uruş toxtuş haydakçılık kılıp geldi. Ukrayna prezidenti Zelenski mündaq görsətdi. Mən Prezident Donald Trump əməldarları oturup koygan uruş toxtuş şərtlərini kabul kılıman. Amerika Qoşmuş Ştatları əməldarları Ukrayna, Rusya oturusu da uruş toxtuş doğrusu da oturup koygan şartlarını kabul kılman dedi. Ukrayna prezidenti Zelenski. Andi yana bir cümle sözünü kıldı anlamaya. Zelenski şundaq dedi, hem Zelenski yana mundaq dedi. Teşebbüskarlık hukukunu Rusya'ya tapşırman. Vatanım de. Hazır Zelenski bizim vatanın meselesini hal kılış için endi teşebbüskarlık hukukunu Rusya'ya tapşırman. Muşunun ornu teşebbüskarlık hukukunu Amerika'ya tapşırman degen bolsa kulak çıraylıqraq anlanatdı vatandaş. Teşebbüskarlık hukukunu Rusya'ya tapşırman. 4-cü ayının 11-ci günü Prezident Donald Trump unisal mətbuat fikir kaldırıp
mundaq ko'rsat. Rossiya harakat qo'llanishi kerak. Prezident Donald Trump fikir qoldirib mundaq ko'rsat. Ko'p odam o'lib ketdi. Har haftada minglagan odam qo'rqinchli va ahamiyatsiz bu urushda qazo qilyotdi. Vafot bo'lyotdi. Bu urush asli yuz bermaslik kerak edi. Agar shu vaqtda men prezident bo'lib turgan bo'lsam, bu urush yuz bermagan bo'lardi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov o'xshash kunda bir vaqtda ichida prezident Trumpni madhiyahlab mundaq ko'rsatdi. Hozir Lavrov Turkiyaning Anatoliya diplomatlar yig'in qatnashgan edi. Rossiyaning prezidenti Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov prezident Donald Trumpni madhiyahlab mundaq ko'rsatdi. Har qanday g'arb davlatlari rahbarlariga selishtirganda prezident Donald Trump Ukraina to'qinishini obdan tushunadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4-oyning 11-kuni Peterburgda prezident Donald Trumpning O'rta Sharq elchisi Steve Witkoff bilan ko'rishdi. Ikki taraf 4 soat suhbatlashdi. 4-oyning 11-kuni juma, 12-kuni bu xabar matbuot chiqdi hozir hisobda. Suhbatdan keyin Kreml saroyi mundaq ko'rsatdi. Suhbatni Ukraina masalasini hal qilishning har qaysi taraf birgacha muhokama qilindi suhbatda. Bu safar Steve Witkoffning ikkinchi oydan beri hozirgacha Rossiyani ikkinchi qatam ziyorat qilishi bo'lib hisoblanadi. Steve Witkoff Kreml saroyining iqtisod elchisi Kirill Dmitriyev bilan ko'rishgandan keyin ikki taraf suhbati zo'r unumga erishganlar oraliqda Dmitriyev hozir Rossiya iqtisod mutaxassisi va shu ishlarga mas'ul odam. O kishi Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib suhbat o'tkazdi degan edi. Keldi, ketdi. Hozir O'rta Sharq tinchlik elchisi Steve Witkoff Rossiyadan yetib kelgan Dmitriyev bilan ko'rishgandan keyin ular unumli natija hosil qilgandan keyin endi hozir Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan O'rta Sharq tinchlik elchisi Witkoff ko'rishib 4 soat suhbatlashib, undan keyin prezident Donald Trump birinchi nomerli havo armiyasi aeroplanida o'ltirib, yuqorqi suhbatni muxbirlarga bayon qildi vatandosh. Bundan keyin xalqiliq bir jumla gap Ukraina prezidenti Zelenskiy men Amerika amaldorlarining bu to'g'rida Rossiya Ukraina tinchlik kelishimi to'g'risida degan so'zlarni o'ttira qo'ygan so'zlarning hammasini qabul qilaman. Balki tashabbuskorlik huquqini Rossiyaga topshiraman. Dedi vatandosh. Endi sizlar anglaydigan ikkinchi xabarimiz bunda. Prezident Donald Trump savdo urushini qayta boshladi. Xi Jinping o'z qo'li bilan Jungoning kelgusini halok qilmoqda. Mavzuli xabar 4-oyning 12-kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Musha haftaning 3-kuni, yana 4-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yer shari tamoyilli bo'yicha planidan vaqtli voz kechdi. Xalqaro bozorga nafas elish puristi yaratib berdi. Endi buning 80 davlatga qo'yilgan tamoyilli bo'yicha kechiktirimiz 90 kun, 3 oy kechiktirimiz dedi. Shuning bilan hozir bu yer deyilayotgani xalqaro jamiyat va bu mushu davlatlarga bir nafas elish puristi yaratib berdi. Lekin prezident Donald Trump Jungodan import qilingan to'g'ri mallarga
va Jungoning qattiq pozitsiyasiga aslab tamojni beji qo'yib, dunyo bo'yicha bu iqtisod davlatini uzoqqa ta'sir ko'rsatadigan savdo urushi jarayoni qilib ko'rdi. Washington Post'si gazeti xabar qilib, mundaq ko'rsatdi vatandosh. Gerçi Prezident Trump 80 davlat ve rayondan elinadigan tamoyni bejini vaqtliq 90 kun to'xtatgan bo'lsa-mu, o'xshashla bir vaqtda Prezident Donald Trump Jungo tovarlardan elinadigan tamoyni bejini 20%dan biraqla 145% ko'tardi. Washington Post'si gazetining xabari. Ve bu hareketine Jungo'nun bundan burunqi öç eliş hareketiga qaytirilgan cevap deb ko'rsatdi. Jungo shuningdek cevap qaytirib, Amerikaning tovar mollariga 125% tamojni beji qo'ydiganligini e'lon qildi. Prezident Donald Trump mundaq bildirdi. Jungo'ning raisi Xi Jinping oxiri o'zining xato qilganligini tunib, suhbat ustiliga qaytib keldi. Lekin Jungo taraf bildirib, mumkin emas deb ko'rsatdi. Demak, bu nima gap? Prezident Donald Trump Jungo taraf suhbat ustiliga keldi dedi. Xi Jinping Jungo taraf nima dedi? Mumkin emas dedi. Biz tunugun sizlarga nima degan to'q? Prezident Donald Trump'ның tamojni bejiga qarta Jungo bo'shab ketdi degan edi. Hatta suhbat degan gapni eg'izga oldi. Jungo savdo ministerligining bayonotchisi shundaq dedi degan edi vatandosh. Endi mush gaplar matbuotdagi gaplar. Hozir Washington Post'si gazetining xabariga qaraganda Prezident Donald Trump oxiri Jungo suhbat ustiliga keldi degan edi, biroq Jungo bu mumkin emas. Demak, Jungo suhbat ustiliga kelmaydi deganlik. Shunaqa vatandosh, tunugungi leksiyaning yuqorqi mazmunlari bugungi leksiyada shunday inkor qiladi. Bu yerda endi nopozliq gazet Washington Post'si. Haqni so'zlaydigan gazet Washington Post'si Amerikadan chiqayotgan gap. Amerika'nın pozisiyasi suhbat kelamsa yo'q, kelisan, oxir kelisan. Biroq Jungo taraf ifoda bildirib, yo'q, bu mumkin emas dedi. Prezident Donald Trump yani yangi tamojni beji qo'yish mumkin. Bu xabarda ko'rsatilayotgan gapmi? Jungo'ning tovarlari bu bozordan g'oyib bo'ldi. Ya'ni Jungo'ning eksport qiladigan tovarlari bu bozorda, yani Amerika bozoridan g'oyib bo'ldi. Amerika Jungo ayrilib ketishning oxirgi damlari yetib keldi. Mutaxassislar Jungoda ishlangan mahsulotlar tez arada Amerika bozoridan g'oyib bo'ldi deyishdi. Bu sizlarga yetkazgan qisqacha xabarimiz. Umid sadosi 4-oyning 13-kuni yo'q. Telefon, kompüter, uzak ve yerim ötkazgich, Android. İşlep çıkargıcı Jungo'dan işlep çıkargıcı zavodlar Jungo'dan çekinişini talep kıldı. Jungo'da turuşqa bolmaydı. Prezident Donald Trump Tayvan'dan danlıq şirketi Foxconn'dan ham Jungo'dan çekinip çıkışını talep kıldı. Yuqorqi shirkatlarning Jungo'dan chekinib chiqishini Prezident Donald Trump talab qildi. Biz boshda kirish so'zimizda nima deb so'zladik? Amerika Qo'shma Shtatlari tamojni bejini bekor qilgan Jungo'dagi shirkatlar Amerikaning o'zining shirkatlari dedik, shundaqmi? Hozir bu shirkatlarni Prezident Donald Trump Jungo'dan chekinib chiqishing kerak dedi. Hatta Tayvanning davlat shirkati Foxconn'ning bu Jungo'dan chekinib chiqishini Prezident Donald Trump talep kıldı. Savdo maliyesi 4-oyning 13-kuni yo'q. Yana bir xabar, tuyuqsiz yetib kelgan xabar. Amerikada Jungo Kompartiyasi setib olgan yezi egilik maydonlarini musodara qilish boshlandi.
Bu bir erkekçime bu nayt katta, tedbir, nayt ötkür tedbir. Hazır Xitay'niki savdogar qiyofatida, yoki shirkat qiyofasida Amerika kelib, dollar chiqarib, sotib olgan yer zimin, yoki dehqonchilik maydonlari degandek. Bu ishlar nayt to'liq ishgan to'q vatandosh har qaysi shtatlarda. Hazır bu yerleri setishni to'xtatib, Jungoga setib berilgan kommunistlar yoki Jungo Kompartiyasi orqada turib, Amerikada setib olgan yer maydonlarni musodara qilish boshladi. Ümit Sadasi TV 4 ayının 13 günü yutdu. Yani bir xabar. Jungo matbuoti tuyuqsiz Tayvan mustaqilligini e'tirof qildi. Bu qiziq hikoya ekan, ben bunu baştan ahir anladım. Bu yana Shavli maliyasının bunu degizini bo'yicha qaraganda bu matbuot, Jungo matbuoti Xo'shijinning yer shari vaqt gazeti ekan vatandoshlar. Xo'shijinning yer shari vaqt gazetida Xo'shijin yaqinda Tayvandan qo'g'lib o'tilgan. Asli Tayvanga berib argitakka yaya deydigan bir tataychaqni Jungoga kelib da Jungo saqchilari qo'lga oldi. Keyin qo'yib etdi. Hozir bu Xo'shijin degan mushu kishini ziyorat qildi, yaya deganda, mush ayolni shu ziyorat qilgan maqolasida Tayvan mustaqil davlat degan bir jumlani ishlatibdi. Bir o'ylayman, bu bir tantakligidir, balki Xo'shijinning yoki aldiraqsalligidir. Bundan keyin hukumat taraf bor degili bo'lmaydi. Hukumat shunday qildiryapti, degili bo'lmaydi. Lekin Xitoy matbuotining mushundaq sazgur kunlarda, intayin jiddiy sazgur kunlarda Xo'shijin Yarshar vaqt gazetiga Tayvan mustaqil davlat degan bir parcha so'zni cho'ng harf bilan, cho'ng xat bilan yozdi deydi Shavli maliyasi. Buning o'zi bir qismi harakat deb qaraylar hozir. Keyin buning natijasi nima bo'ladi? Keyin qarab baqaylar vatandosh. Hozir endi shu Ümit Sadasining jadval tartibi bugun bir ishni jadvallashtirib bir voqealarni, bu voqealarning qaysi oldimizda yuz berdi va qaysi keyin yuz berdi va qaysi yuz bermaydi milcharlar deb qo'yib qo'yapti. Bu mavzularga diqqat qiling vatandosh. Jungo matbuoti tuyuqsiz Tayvan mustaqilligini e'tirof qildi. Lay Chingde qo'l soldi Tayvanning prezidenti. Lay Chingde qo'l soldi deganda bu jumlada Lay Chingdening qo'l solishini Shavli maliyasi bunday tushunadi. Hozir Tayvanda harbiy qismlarni ko'zdan kechirayotgan gap Lay Chingde. Xuddi Jungoliklar manevr qilib, uni qilib, buni qilib Tayvanga hujum qilamiz deb propoza qilgandek. Yoki bu popozini Lay Chingde Tayvanda qilmasmi, biroq Jungolik bu tarafda urushga tayyorlik qilgandek, o tarafda Tayvan urush tayyorlik qilgandek. Hozir prezident Lay Chingde Tayvanda harbiy qismlarni ko'zdan kechirdi. Ayol bo'lib Jungo xizmat qilgan bir josuslarni. Harbiy sepdan qaytgan 2 nafar xotinni Tayvan taraf qo'lga oldi. Shunda ishlar bilan demak, u harbiy ishlarning ichki qismini tekshiryapti degan gap. Xuddi Jungo Kompartiyasi harbiy ishlarning ichki qismini tekshirgandek. Hozir shunday deyli. Endilikda Jungo matbuoti tuyuqsiz Tayvan mustaqilligini e'tirof qildi. Boshda so'zildi. Lay Chingde qo'l soldi. Prezident Donald Trump Xi Jinping tarmari bo'ldi. Jungo iqtisodi gumron bo'ldi deb ko'rsatdi. Shavli maliyasi 4 ayning 13 kuni YouTube. Endi Shavli maliyasining jadvali. Birinchi gap. Tuvandagi ishlarning birinchi tuvanda. Tuvandagi ishlarning qaysi avval yuz berdi? Birinchi. Prezident Donald Trump Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishni e'lon qildi. Ikkinchi. Xi Jinping Tayvanga hujum qildi. Yoki urush qilmay g'alaba qildi. Yoki ichki jihatda hozir Jungoda harbiy boshqarishni yo'lga qo'yamdi. Butun jamiyat idora organ jamiyatlarning hammasi harbiy boshqarishni yo'lga qo'yamdi. Xi Jinping boshlag'andiki, ishning hammasining quyruqi so'rilib qolib, Xi Jinping hech ishni aplashtirolmay,
taxtin düşəmdə. Şu aldığımız yüz verdiği işler. Çünkü o parçaladı da. Her bir parçaladı. Her bir ülke müstakillik çıkarlaydı. Militaristler öz ara uruş kıldı. Bu Cungo'nun növbetki, ya ki sizin bizden aldığımızdaki, ya Cungo'nun özünün aldıdaki, siz biz gördüğü vaziyetiken muş işlerini cedibelleştirip bazı şavlun maliyesi sual koyuptu. Avval yüz verse bu işler kaysı iş avval yüz verdi. Bunu anlıqçılar, körgüçülerinin, bunu anlıqçı ve körgüçülerinin muhakeme kılışığı ve bu doğru hulasız çıkarışığı tapşırdı vatandaş. Yani siz bunu anladınız, özünüz muhakeme kılıp baksanız bulur. Belki bunun bir işinizsiz, bir işenmeysiz çünkü bu şavlun maliyesi bir yutu, bir söz davat bırak, bunun matbuat asası öyle ki Yarşarı vakit gezisi degende gezilerge tayinip durup sözleydi, bu yalgan söz diyemeydi bir hesapta. Şu haberler Katar'da sizin bu haberlerden haberdar buluşunuzda ümit kılmaz, hürmetlik vatandaş.